Ismim Bahodir Bozorov Alimjanovich. Biologiya fanidan Nekov Schoolda 8 yildan beri dars beraman. Abituriyentlarning mana shu kitobini sotib olish uchun 3 ta sabab. Birinchi sababi, agar o'quvchi sertifikatdan, biologiyadan yuqori natija, ya'ni AA+ daraja olaman deydigan bo'lsa, albatta bu kitobni bir marta misollarni qarab chiqish shart. Chunki ichidagi testlar mavzulashtirilgan sertifikat darajasi bilan deyarli bir xil qolib, ana shu sertifikat darajasi bilan bir xil. Ikkinchi sabab, masalan, vaqt masalasi ko'pchilikni qiynaydi. Sertifikat imtihonida kimdir ulgurmay qoladi. Bu kitobdagi misollar o'sha qolipli sertifikat bilan bir xil savollarning darajasi, sertifikat qiyin, oson savollar bo'ladi darajaga qarab. Mana shu darajalar bir xil bo'lgani uchun mana shu sertifikatdagi variantlarni ham uyda agar o'zi vaqtga qo'yib mashq qiladigan bo'lsa, albatta imtihon kuni vaqtni o'zi nazorat qila oladi. Vaqt yetmay qolish ehtimoli kam bo'ladi. Bu ikkinchi foydasi. Va uchinchi foydali tomoni, bu kitobda o'tgan yillar davomida sertifikatda tushgan savollar yig'ilib, shunga o'xshash shu darajadagi savollar tuzilgan. Mana shu sertifikat, mana shu kitobdagi savollarga tayyorlanib borsa, imtihonda ham shunga o'xshash savollar, mana shu darajadagi savollar tushish ehtimoli yuqori.